اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Qur'oni Karimdagi duolar haqida suhbat qilayotgan edik. Bu galgi suhbatimizda ham Oli Imrondagi bir go'zal duo bilan tanishamiz. Alloh taolo quyidagicha marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Robbana ighfir lana zunubana va israfana fi amrina va sabbit aqdamana vansurna alal qawmil kafirin. Ey Robbimiz, bizlarni gunohlarimizni, ishlarimizdagi isrofgarchiliklarimizni, ya'ni haddimizdan oshib, ishlarimizda haddan oshib qilgan xato, kamchilik, gunohlarimizni o'zing kechirgin, mag'firat qilgin. Va qadamlarimizni o'zingning hidoyatingda sobit qadam qil. Va bizlarga kofir bo'lgan, dinsiz bo'lgan, sendan yuz o'girgan qavmlarni ustidan nusrat bergin. Tafsir al-Usiyda bu oyat xususida shunday deyiladi. Gunohlarga tavba qilishlik, gunohlarni tan olib, gunohlarga iqror bo'lib, Allohdan mag'firat so'rashlik, istig'for aytishlik bu ishlarning eng avvalidir. Inson birinchi bo'lib mana shu ishni qilishlik kerak. Undan so'nggina Allohdan nusrat so'rashlikka haqli bo'ladi. Aslida kofirlar ular eng gunohkor, eng zalolatga ketgan insonlar. Ular nusratga hech qanaqasiga loyiq emas. Nusratga faqatgina gunohlariga tavba qilgan, iqror bo'lgan, Allohga gunohlarini tavba qilsa kechirishligiga ishongan va istig'forlarda bardavom bo'lgan insonlargina loyiq bo'ladi nusrat so'rashlikka. Qur'onda keltirilgan mana shu duoni aytgan shaxslar nusrat so'raganlarida, mana shu duoni aytganlarida ular o'zlarini kuchliligiga yoki safini kengligiga, ular o'zini shaxsini ko'pligiga ishonishmadi. Balki gunohlarga iqror bo'lib, tavba tazarru qilib, gunohlarini tan olib Allohdan mag'firat so'rab, istig'for aytib va hidoyatda sobit turar ekan, nusrat faqat Allohning huzuridan ekanligiga ishongan holat. Shunga suyangan holatdagina mana shu duoni qilishdi. Ulamolarimiz aytadi, siz ham mana shu insonlar kabi bo'ling. Ular aytgan so'zlari faqat istig'for va duodan boshqa narsa bo'lmadi. Toki siz kutgan baxtli onlar kelguncha, sizni xursand qiladigan yaxshi kunlar kelguncha, siz kutgan baxtli lahzalarga yetguningizcha duo va istig'forda bardavom bo'ling. Istig'for dunyo va oxiratdagi saodatning manbaidir. Tafsiri Sa'diyda shunday deyiladi. Gunohlar va ishlardagi isrofgarchilik. Isrofgarchilik deganda umumiy nazarda tutiladi. Butun hayotimizda har jabhasidagi isrofgarchilik. Yemoq-ichmog'imizda, kiyim-kechagimizda, uyimizda, ro'zg'orimizda, yurish-turishimizda, vaqtni isrof qilishimizda va hokazo barcha isrofgarchiliklar. Gunohlar va isrofgarchiliklar bu musibatning sabablaridir. Tushkunlik, mahzunlik, ko'rgiliklarning sababidir. Ammo bundan xalos bo'lishlik, gunohni tark qilishlik, gunohlarga tavba qilishlik, mag'firat so'rashlik, istig'for aytishlik, gunohlardan xalos bo'lishlik, chetlanishlik va isrofgarchiliklarni, ishlarimizdagi isrofgarchiliklarni yig'ishtirishlik, bularni tark qilishlik, bulardan qattiq ehtiyot bo'lishlik nusratning sababidir deydi. Shuning uchun oyatda kelgan shaxslar Alloh taolodan gunohlarga tavba qilib, istig'forda bardavom bo'lib, hidoyatda sobit turishligini so'rab, sabr qildilar va Alloh taolo ularga nusratni yetkazdilar deydi. Demak, biz insonlar qiyin ishlarga, musibatlarga, og'ir ishlarga duch kelganimizda, mashaqqatlarga ro'para kelganimizda avvalo sabr qilishligimiz va hidoyatda sobit turishlikni so'rashligimiz va mana shu musibatlarga, mashaqqatlarga sababchi bo'lgan gunohlarimiz, ishlarimizdagi isrofgarchiliklarimizga tavba tazarruq qilishlikka buyurilganmiz. Xo'sh, mana shu duoni aytgan Qur'ondagi shaxslarning taqdiri nima bo'ldi? Bu duoni aytganlardan so'ng ularning holi nima kechdi? Alloh taolo oyatning davomida shunday deydi: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة
Vallohu yuhibbul muhsinin deydi. Alloh ularni bu duolaridan so'ng ularga ham dunyo savoblarini, dunyodagi mol davlat, g'alaba, nusrat, izzat, obro'ni berdi, aziz qildi va oxiratdagi savobni ham, ya'ni ajru mukofot, jannatni ularga berdi. Alloh go'zal amal qiluvchilarni, chiroyli amal qiluvchilar, muhsin bandalarini yaxshi ko'radi. Robbana ighfir lana zunubana va israfana fi amrina va sabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Assalomu alaykum. حكيم شكور قدوس سبور